Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jaloliddin Suyuti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün Abdullah ibn Zubayr'ninki hilafet devrini okuvatımız. Bugün Abdullah ibn Zubayr'ninki hayatının en ahırkı ders. Abdullah ibn Zubayr'ninki 9 yıl halif bulaş jarayonida muş devirde ölüp ketken en meşhurlardan tüvendeki bir kısım kişilerinki hayatı bilen tanışıp çıkmakçı. Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında ölüp ketken meşhurlardan Usayd ibn Zuhayr raziyallahu anhu. Bu Evs kabilesinden bolgan ensari sahabe bulup, bu kişininki dadısı Zuhayr mu? Özü sahabe, bu adamın özümü sahabe. Bu kişinin Abdullah ibn Zubayr'nin zamanında ölüp ketken degiciler bolupdu. Cümleden Jaloliddin Suyuti. Lekin bir kısım kişiler yok, Abdülmelik ibn Mervan'ın zamanında depti. Belki bu ihtilaf şekli bolishi mümkün. Çünkü Abdullah ibn Zubayr'nin zamanısını mı Abdülmelik ibn Mervan'ın zamanısı dep qaragan. Çünkü ikili halife tenglam bir vaqtda mevcut bolğaçqa. Bu Usayd ibn Zuhayr öz kichik sahabalardan boladı. Mesela Uhud günü, çünkü Peygamberimiz bunu urushqa almagan, hiç kichik dep. Onundan başka meşhurlardan Abdullah ibn Amr ibn As. Büyük sahabe Amr ibn As'ın oğlu Abdullah mı? Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanı söylep ketken. Bu meşhur sahabe Amr ibn As'ınki en çoğun balısı boladı. Bu kişi Hicriyaniki 7. yılı dadısının burun musulman bolgan. Dadısı bundan kiyerek musulman bolgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki huzurlara katnaşkan Resulullah'ın ait anlık sahabe bolgan onun üstüge. Bu kişi sahabelarning içinde naayetde bek alim kişi hesaplandı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nurgun hadislerini bu adam bizge ümmet kaldırıp ketken yadlap. Bu kişi şu devrindeki naayet okumuşluklardan, şu vaqtida şu Suriyanninki Saryani tiline, Rimninki Saryani tiline naayet yaxşı biladigan adam eken. Çünkü dadısı naayet şu diyarlığa jiq sod üçün bağan, belki şu medeniyetninki təsirini qabul qilgan bo'lishi mumkin. Bu kişi dadısı bilan naayet birge teng urushlar qatnaşgan bo'lib, Yarmouk urushi ay dadısınınki qo'mondonligida bir qism etretninki bayrog'ini bu adam tutib mangan. Misrning ishg'oliyat harakatiga qatnashgan. Misrda dadısı yo'q vaqtida dadısının onu vakolatda Misrni boshqarib turgan. Bu kishi shu Afrika, masalan, Libiya deymiz, Tunis, Misr, Sham, mush ziminniki asosan ishg'oliyat harakatlarining har qandig'ida bu adam birga bor. Ondan başka bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet qilgan sahabalarning ichida eng ko'p hadis rivayet qilgan. Mingdan ortiq hadislar rivayet qilgan sahabalar qatorida sanaladi. Ondan başka uzun ömür ko'rgan. Bu kishi Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında Asqalonda o'lib ketgan. Asqalon degan hozirgi Isroiliyaninki qo'l ostidagi bir zamin. Ondan başka bu davrda o'lib ketgan buyuklardan Nu'man ibn Bashir raziyallahu anhu. Bu kişi ensarilarning Hazraj qabilasidan bo'lib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sahabelar qatorida. Onun üstüge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret qilib kelgandan keyin ensarlar ichida tunji tug'ilgan bovoq bu. Demek Peygamberimiz Medine'ye kelgan vaqt tug'ilgan. Peygamberimiz o'lib ketgan vaqtida undaqda 10 yoshda degan gapda. Bu kishi tug'ilgan vaqtda Peygamberimizning huzuriga onasi kelgan. Peygamberimiz duo qilib, "Esli yashaydi, shahid o'ladi, jannatga kirdi" deb duo qilgan. Bu kishi Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında Abdullah ibn Zubayr'ga bayat qilganlik uchun o'ldirilgan. Demek şu Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında 65. yılda öldürülgen bo'ldi. Ondan başka büyüklerden Sulayman ibn Surat degan sahabe. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki qulida Medine'de musulmon bo'lgan. O'zi Medinelik emas, o'zi Xuza qabilasidan. Peygamberimizniki huzurida musulmon bo'lib, oxirgi mezgillarda Ali roziyallohu anhu'ninki butkul hayotida Ali roziyallohu anhu'ga hamra bo'lgan büyük sahabelarninki biri. Bu büyük mu? Ubaydullah ibn Ziyad nima Abdullah ibn Zubayr'ninki qo'shin ichida Ubaydullah ibn Ziyad bilan bo'lgan qarshi urushda Hijriyaning 65-yil o'ldirilib, bu odamning kallasi Marwan ibn Hakamning huzuriga keltirilgan. Demek bu kishi Ali roziyallohu anhuga bo'lsin, Abdullah ibn Zubayrga bo'lsin, nayt haqiqatparvar, adolatparvar kishi. Jabir ibn Samura bu büyükmü Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında ölüp ketken büyüklerden bulup, bu kişi ahirki mezgilleri şu Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında Kufa'da ölüp ketken. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den köp hadis rivayet qilgan sahabe. Bulup mesela Kaysar ölüsü Kaysar yok, Kisra ölüsü Kisra yok degan hadis. Mush kishiniki rivayet qilgan hadisi. Zeyd ibn Arqam bu büyükmü Peygamberimizniki sahabelerden
Uhud günü Peygamberimizle uruş qatnashman deb kelsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qaytarib etgan. Işingiz kichikkan, bu urushga hozir siz qatnashsangiz bo'lmaydi deb. Bu kishi bundan keyin Peygamberimizning hayotida 17 urushga Rasululloh bilan birga muloqotda uchrashib, shu urushni birga elib borgan. Bu kishi ma'lum bir urushda Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan munofiqningki bir degan gapini Peygamberimizning qishig'i bishorat ilib borgan vaqtida yetkazib, Rasulullohning bo'lgan sevgisi, muhabbat tufaylidan bir qism cho'nglar bu odamni kichik ko'rib, unda demagandi deb Abdullah ibn Ubay taraf bo'lgan. Chunki Abdullah ibn Ubay o'zini nopozliq shu vaqtdagi Madinada boy, masalan, sharoitida yaxshi, ijtimoiy o'rni yuqori kishi. Lekin Alloh taolo Zayd ibn Arqam kichik bo'lsa-mu, Alloh taolo vahiy tushirib bu kishiningki, bu bolaning shu paytida adolat, haq tarafda ekanligini bayon qilgan. Demak, Allohning qo'llashiga vahiy orqali erishgan ulug' sahoba demak bu. Abdullah ibn Zubayrning zamonida o'lib ketgan Kufada, hozirgi Iroq. Uningdan boshqa buyuklardan Adi ibn Hatim at-Tai. Bu kishi arablarniki shu Toy qabilasidan. Adi ibn Hatimning dadasi Hatim Tai degan shu butun dunyoda shu bugungi kunlar qanday bir adabiyot kitoblarida bir sehilikqa misol tamsil olsa, o'sha odamning dadasi Hatim Tai'ni oladi. Eng sehi bir mard kishi sifatida bayon qilindi. Bu kishiningki qavm musulmon bo'lgan vaqtda bu kishi Sham tarafga qochib ketgan. Qochib ketib, singlisi Peygamberimizning sifatlarini so'zlab, yenib kel, qaytib kel deb Peygamberimizning eski sifatlarini degandan keyin Shamdan qaytib kelib Peygamberimizning huzurida musulmon bo'lib, o'zining qavmiga nayt bosh bo'lgan. Bu kishining nayt to'pisi nayt zo'r. Islom dunyosida shu Iroq va uning kendi Sham mush yerlarda nayt ko'p urushlar qatnashgan, o'zining qavmini islomdan yenib ketishdan saqlab qolgan birdan-bir buyuk sahobalarning biri. Ali roziyallohu anhu zamonida bu odam urushda bir ko'zdan ayrilgan. Bu kishi Ali roziyallohu anhuninki yenidilan bo'lib, Ubaydullah ibn Ziyad qarshi, Muaviyaning askarlari qarshi nayt tavranmay, Peygamberimizning bu kuyovini aytib qo'g'dab, oxirgi mezgillarda mush Abdullah ibn Zubayrning zamonida Kufada o'lib ketgan bu kishimi. Buningdan bo'lak Abdullah ibn Abbas Peygamberimizning jiyani bo'ldi. Abdullah ibn Abbas al-Hashimi, Abdulmuttalibning nevrisi, bu kishi Hijriyaning 3-yil tug'ilgan Madinada. O'zi sahoba, faqih, muhaddis, hafiz, tafsirshunos. Peygamberimizning nayt ko'p hadisini rivoyat qilgan. Tarixchilarning deyishicha 1660 dona hadisni Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan bu kishi rivoyat qilgan ekan. Peygamberimiz bu kishiga nayt ko'p duo qilgan, nayt ilmlik, bilimlik, nayt hikmat bilan gap qildigan kishi bo'lishiga Peygamberimiz duo qilgan. Shu bu Habrul Umma, tarjumonul Qur'on, Qur'onni tarjim qilgan, ummatning eng olimi, butun ummatning olimi deb nom berilgan. Umar ibn Xattobning zamonida yeshining kichikligiga boqmay, Umar ibn Xattobningki davlat maslahatchilikni qilgan bu odam. 4 xalifa davrida shu Misr, Afrika tarafliga, Xuroson tarafliga berib shu urushlar qatnashgan. Demak, bu odam ilmda va alamda, ya'ni qalamda va alamda tang yetilgan sahobalarning biri. Abdullah ibn Zubayrning zamonida kelgan vaqtda islom dunyosi nihoyatda siyosiy ixtilofga petib qolganlikdan bu odam ne Marwan ibn Hakamga, ne Abdullah ibn Zubayrga bay'at qilmay, bu odam Toyifga chiqib ketgan. Shu mezgilda ko'zi amolab qolgan, ko'zi ko'rulab qolgan. Toyifga chiqib, Toyifda yashab, Hijriyaning 68-yili 71 yoshida Toyifda o'lib ketgan. Hozir Toyifga chiqsak, nihoyat cho'ng bir masjid bor. Shu masjidda Abdullah ibn Abbasningki qabrisi bor. Abu Waqid al-Laysi, bu kishining asli ismi Haris ibn Avf. Bu kishimi Peygamber sallallohu alayhi vasallamningki buyuk sahobalardan Badr urushiga qatnashgan, Makka fathiga qatnashgan, oxirgi umri o'sha Makkada yerlashib, shu Makkada dunyodan ketgan. Bu kishimi shu 68-yili, ya'ni Abdullah ibn Zubayrning zamonida o'lib ketgan. Bundan boshqa buyuklarimizdan Zayd ibn Khalid al-Juhani, o'zi arablarningki dangliq shu Juhani qabilasidan. Bu Juhani qabilasi shu hozirgi Madinadagi 2 kilometr yiroqlikda, masalan,
Yembo degan doiralar bor. Shu Yemboniki atroflarida, shu Robiq tarafida mishada yashaydigan cho'ng bir qabila. Makka fathi kunsa shu Juhayna qabilasiniki bayrog'i mush odamniki qo'lida edi. Demak bu odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonasida amal tutgan, Rasulullohga davomli yordamda bo'lgan buyuk sahobalarning biri. Bu kishi mush Abdullah ibn Zubayrniki zamonasida o'lib ketgan. Nerede o'lib ketganligi haqida nihoyat ko'p ixtilofli bo'libdi. Eng muhimi mush Madinada o'lib ketganligi haqidagi rivoyatni bakrak kuchlantiribdi olimlar. Bundan başqa büyük allamilardan Ebul Asvad Ad-Duali. Bu kishi sahoba emas, tabiillarning eng cho'nglaridan. Shu davrdagi katta allami shoirlardan, arablarning eng dahi zakiylardan. Bu odam Ali roziyallohu anhuniki maslahat berish orqali arab til grammatikasiniki asosini yozgan odam bu. Demak, tunji bo'lib, masalan, hozirgi Qur'onniki mushu chekitlarini, masalan, pech zavar deymiz yoki ba'ning chekiti, shinning chekiti deymiz. Mushta chekitlarni qo'yishni maslahat bergan, shuningga ulsaga odam bu. Qur'oni Karim burun hozirgidek ba ta degandek bundaq yog'i ikki chekit, tagi ikki chekit, bag bir chekit deb bunda yozgan emas, faqat shakllanbanda chekitim yo'q. Mushni ba'din tani ayirishni, sindin shinni ayirishni, mush chekit orqali qo'yishni mush odam o'ttirib qo'ygan. Endi bu kishiniki musulmon bo'lganligi haqida Rasululloh o'lib ketishdan burun musulmon bo'lgan, lekin Rasulullohniki qishig'a kelib sahoba bo'lish fursatiga erishamagan. O'zining qavmi bilan yashab, o'ziniki qavmi mushu Makkaniki janubi tarafida Dual jamoati degan mush jamoatniki odamlaridan ekan. Payg'ambarimiz o'lib ketgandan so'ng Madinaga kelib, Madinada yashab, shu oraliqda nurg'un olimlardan, sahobalardan hadis o'rganib, oxirgi mezgilda mushu 4 xalifaning davrlarida nurg'un urushlarga qatnashib, oxirgi hayotda mushu umr Ali roziyallohu anhuga ko'p ixlos qilgan, Ali roziyallohu anhuning kotibligini qilgan buyuk sahobalarning biri. Bu odammo Abdullah ibn Zubayrniki zamonasida o'lib ketgan. Uningdan boshqa o'lib ketgan mashhurlarning ko'p kitobga ilingan shunchalik. Shunda qilib bugun biz Abdullah ibn Zubayrniki hayotiga munosabatlik mazmunlar bilan qisqacha tanishib chiqdik. Alloh xolsa erta biz Abdulmalik ibn Marwan Umayyalarniki Marwan jamoatidan bo'lgan tunji xalifa Abdulmalik ibn Marwanniki hayoti bilan tanishib chiqamiz. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.